travma natijasida umurtqa tanasini kompression sinishi. Ya'ni mana уже yaqinda bizda meva-chevalar pishib, daraxtdan yiqilishlar ko'payadi. Keladi, kasal katarkada olib keldi, shoshilinch больницаga, shifoxonasiga. Kasalni qimirlataman siz belidagi og'riqqa dod dedi kasal. Dod dedi. Keyin shifokor tekshiruv o'tkazadi. Rentgen, MSKT aniqlanadi, umurtqani tanasi ezilib singan. Kimdadir 1-daraja, kimdadir 2-daraja, kimdadir 3-daraja. Endi ming afsus juda ko'p shifokorlarimiz, travmatolog, nevrojarrohlar 1-darajali umurtqa tanasi ezilib sinib qopti. Bir oy qimirlamay yoting. Bir oydan keyin haligi qotadi, ketaverasiz. Bu gap qisman to'g'ri. Kimlar uchun? O'sur yoshidagi yosh navqiron odamlar uchun. Dedik, ana boring 30-35 yoshgacha odamlar uchun. Lekin kattalar uchun bu gap ishlamaydi. Ha, to'g'ri, bemor keldi, umurtqa tanasi sindi, u 1-darajami, 2-darajami sindi. Yotish tavsiya etildi. 1 oy davomida yo 2 oy davomida. Endi bu yerda ikkita tomon bor-da. 60 dan 70 dan yoshdan oshgan buvilar, amakilar 60 kun bir joyda yotsa nima bo'ladi? Prolejni bo'ladi, yotoq yara, trombembologik arteriya, tela. Xuddi shunaqa. Yo o'pka o'tirib qolishi, zastoy, pnevmoniya. bu narsalar bo'ladi. Buni inobatga olmaydi-da. Olmaydi. Endi mayli bular bo'lmadi. Yotdi 60 kun. Yotdi ham deylik, haqiqatda og'riq qoladi. Bemor zo'r yuradi. Lekin shu umurtqa tanasini mustahkamligi, ya'ni kalsiyga boyligini darajasiga qarab turib, u bemor 2 oydan keyin, 3 oydan keyin, 6 oy, 1 yildan keyin o'zidan o'zi belini egilib qolishini sezadi-da, xususiy sektorga, ko'proq xususiy klinikalarga keladi, nevrokirurg qidirib. Ya travmatolog qidirib keladi. Doktor shunaqa bo'lgan. Tekshirsiz, umurtqa tanasi ilgari 4 yil desak, 1 yil ketgan, 3 yilda qolgan edi. Shu bilan больницаdan chiqib kelgan, ko'rsiz yo'q. Bitta umurtqa tanasi yo'q. Yo'q shunchaki. Ezilib yo'q bo'lib ketgan. Ezilib yo'q bo'lib ketgan. Ezilib yo'q bo'lib ketgan. Endi nima qilish kerak? Bemor holatiga qarab, u yerga katta, ham qimmat, ham katta bemor uchun katta darajadagi og'irlikdagi operatsiya taklif qilinishi kerak. TPF. Ya'ni o'sha umurtqa yoshlarga transpedikulyar fiksator, titaniy fiksatorlar qotirish. Ya'ni bu o'rinda sodda qilib tushuntiraylik. Mana umurtqa sog'lom, lekin o'rtadagi yo'g'ib ketganda. Endi bu yo'g'ib ketgan hisobiga bular yaqinlashgan bo'ladi. Endi umurtqa pog'onasini sal cho'zibroq o'sha qo'yiladi-da, keyin ikkita chekkasidan katta temirlar, titanoviy temirlarni yo karbonoviylarni qo'yib turib, ularni bolgaka bilan qotirib qo'yiladi. Qotirib qo'yish kerak. Umurtqa pog'onasini cho'zib qo'yish kerak. Bo'ldi, shu. Bu katta operatsiya bemor uchun qancha miqdorda xavf bo'ladi. Operatsiya summasi ham anchagina katta chiqadi. Boshida bo'lsa, agar o'sha bemorga oddiy siz hozir vertebra plastika haqida gapirmoqchi bo'ldingiz. O'shani qilinganda anchagina oson, arzon chiqadi. Albatta. Men aytaman, shu haddim siqqan, birga ishlaydigan, shu davlatda shoshilinch shifoxonalarda ishlaydigan travmatolog, nevrokirurg hamkasblarimizga aytaman, aka yo uka. Vertebra plastika amaliyot tavsiya eting. Vertebra plastika bu kesilmaydi, narkoz olmaysiz. Men o'zini maxsus ignalari yordamida singan umurtqa tanasini odamni sementni sodda qilib aytganda, odam uchun yaratilgan sement bilan qotirib qo'yish. Bo'ldi, og'riq qoladi, umurtqani yemirilishi to'xtaydi. Siz ham narkoz olmasdan, ham katta tanangizga travma yetmasdan, ham bir dunyo mablag' sarflamasdan shu darddan qutulasiz.